Soatimiz o'zi 4 ga yaqinlashib qoldi. Bizda navbatdagi mashinasi Kia Sorento mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinamizni polniy kuz bron plankalarini qilib beramiz. Nasib bo'lsa mashinamiz ishlarini ham boshlab olganmiz. O'z mashinamiz ilk yon ishlari o'z nihoyasiga yetdi. Mashinamiz kapotiga bron plankalarini tortib qo'ydik. 210 mikronlik kristal plankasidan mashinamiz bliskisiga alohida ahamiyat beramiz. Juda ideal holatda bo'lib chiqdi. O'zi eshiklari tayyor. Pastda hamma mashinaga oyoq tegadigan qismi chizilib qirilib ketadi. Mashinamiz yuqorigacha bron plankalarni tortib berganmiz. Mashinamizning orqa eshigini ham yuqorigacha oyoq tegadigan qismini bron planka bilan qoplab berdik. Mashinamiz hali yangi holatda. Hammamizga shunaqangi chiroyli mashinalardan mana yurish nasib qilsin. Hammani omadini bersin. Bron planka 210 mikronli. Plankamizni gidrofobi. Hoppa. O'zi suv qolmadi. Hop. Kapotini ham bron plankalarni tortib olganmiz. Hoppa. Suv ketdi o'zi. Mashinamizga gidrofob shunaqa bo'ladi. 210 mikronli eng sifatli bron planka. Nasib bo'lsa mashinamizni polniy kuz bron plankalarini qilamiz. Panorama, eshik tegadigan qismi barcha ishlarini bitirib o'z egalariga topshiramiz. Kimda shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa biz bilan bog'laning, sifat qilib o'z egalariga topshiramiz. Hammamizga shunaqangi chiroyli mashinalardan mana yurish nasib qilsa, hammani omadini bersin.